Assalomu alaykum. Yaxshi dam deydi, mehnatga hamdam. Mana, mazza qilib, suvlarni ovozini eshityapsizlarmi? Suvlarni ovozini qaranglar. Mazza qilyapti odam, mazza qilyapti. Voy. Dam olmasa bo'lmaydi, damni ham olish kerak. Bir domla eshitdi-yu. Bugun do'konni ochma. Yig'tir hamma narsangni. Tog'i toshga chiqib ket. Damni ol. Ertaga bu yoqqa borganda butun tana nolib qolmasin bizda. Savol javobda. Bizga dam bermadi, yurdi, ishladi, mehnat qildi. Hech ham dam bermadi. Biz bunga rosa xizmat qildik. Deb nolib qolmasin. Shuning uchun yaxshi dam mehnatga hamdam deb bekor ketmaydi. Qandoq mazza qarang.